Jahon Tohir rayoni bu chegaradokda joylashgan 3 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy binoning umumiy kvadraturasi 440 kvadrat. Ko'cha tarafdan darvozagacha bitta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Podval 1 va 2 qavat, xonalarning soni 6 ta va 2 ta katta hol qismi bor. Hovliga kirib keldik, darvozaxonadan navesi tagida bitta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Mana shunaqa ko'rinishda, demak bu joyda paradniy xod bo'lyapti. Imoratning ichiga kirish va koridor bo'ylab o'tganimizda hovliga o'tiladi. Orqa hovlini ko'rinishi, bu joyda tapchan qo'yishga bemalol joylar yetarli, gazonli ekilgan zelyoniy zonasi bor va hovli qismida hojatxona joylashgan. Hovli tarafdan shunaqa fasad ko'rinishiga ega bo'lgan 3 ta qavatdan iborat bino ko'tarilgan. Endi uy ichiga kiramiz, xonalarni bir-bir ko'rib chiqamiz. Bu joyda oshxonaga kirsa bo'ladi. Shu eshik orqali kiramiz. Demak, oshxonaning ko'rinishi bo'lyapti, kuxniy garniturda yasatilgan. Texnikalarni qo'yib berishadi, demak, vытяжка, gazli plita, duxovka, mikrovolnovka va smesitelni o'rnatib berishadi. Bu joyda hol qismi bo'lyapti. Paradniy vxod ko'rinishi, demak, tambur qismi ham bor. Bu yerda kirganimizda besho'rkali qilib qo'yishgan. O'ng tarafimizda zal joylashgan. Chap tarafimizda oshxona bo'lsa, uni ro'parasida zal. Zalning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3,5 metr. Birinchi qavatda hol oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel joylashgan. Koridor bo'ylab o'tyapmiz. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bor. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, razmeri 4 ga 4. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona va bitta kattaroq hol qismi bor. 4 ta xonadan 3 tasi yotoqxona uchun mo'ljallangan va bittasi ikkinchi qavat uchun zal. Ko'rsatayotgan xonamiz birinchi qavatda joylashgan zalning tepa qismi bo'lyapti. Razmeri bir xil. Bu joyda yotoqxona bor, alohida ichida o'zini yuvinish xonasi bor. Demak, stroyli shkaflar yasatilgan. Va shu xonaga tegishli bo'lgan sanuzel ko'rinish. Dushovые смесителлari installyatsiya qilingan. Bu joyda ikkinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasi. O'ng tarafda bolalar uchun ajratilgan yotoqxona, razmeri 4 ga 4. Uni ro'parasida yana 6 ga 4 razmerda kattaroq yotoqxona joylashgan. Va bu xonada ham stroyli shkaflari yasatilgan. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta xona bo'ldi. Shundan bittasi zal va 3 tasi yotoqxona uchun mo'ljallangan. Endi podval qismiga tushamiz. Podvalda yaxlit bitta katta xona va 2 ta kichkinaroq xona bor. Kichikroq xonadan bittasi kotelni uchun ajratilgan va bittasi холодный komnata. Yoki bo'lmasa kladovka sifatida foydalanishingiz ham mumkin. Mana shu xona. Bu joyda trenajyor yoki bo'lmasa домашний kinoteatr o'rnatsangiz bo'ladi. Demak, rozetkalar tushirilgan bu joyda, televizor, antennalar bor, internet simlari o'tkazilgan. Va bu xona kotelni uchun mo'ljallangan. 2 ta do'kontorli kotel, suv uchun bo'lib qator ketgan nasoslar. Bu ko'rsatgan uyimiz Jahon Tohir rayon, Rabochiy garadokda joylashgan 3 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 440 kvadrat, 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Podval 1 va 2 qavat va xonalarning soni 6 ta bo'ldi. Bu uy narxini opisiyaga yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar 99 856 70 80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.